Salam dostlar, hazır vaxtınlar xayrlik bolsun. Bugün mən özümüzni qanday gücləndirimiz degan temada bir video işildim. Hem onlardan yaxtırıb görüşənlərini ümid qılman. Video başlanışdan burun kanalımga əgəşməyənlər bolsa, yani kanalımga abone bolmağanlar bolsa, şu videonun on tərəfidəki abone bol degan yerə basıb qoysanız, kanalıma əgəşkən bolsanız, tıxım yaxşı məzmundakı videolarını görgünüz bolsa, kanalıma əgəşib qoyuşunuzu ümid qılman. Qaysı bir insan özünü %100 mükemmel deyalaydı. Siz özünüzge numar koyup bakkanmı? Özünüzni qancha numurluq insan deb o'ylaysiz? Hozirgacha hayotingizda eng muvaffaqiyat qozongan ishingiz nima? Siz hayotingizni kontrol qilyapsizmi yoki hayotingiz sizni kontrol qilyapti? Ba'zan vaqtda o'ylab qolamsiz, men hozir yashayotgan dunyo haqiqiy dunyomi? Va yoki men birasining tushida yashayapman man. Va yoki butun olam bir jonliq bo'lsa, men shu olamning bir bakteriyasimi deb o'ylab baqdingizmi? Çünkü biz bütün alemde bir bakteriyadımı küçük hesaplanımız. Undaq bolsa, axırkı sualım bilan bu videonu başlayman. Siz özünüzni her cihetten küçük hesaplamsız. Özümüzni qanday güçlendirişimiz gerek? Özümüzni güçlendirişning birinci kuralı bolsa, o'qish. İnsanlar medeniyetlik bir dunyoga o'tgandan boshlab o'qishni birinchi o'rin qo'yib keldi. Bütün davlatlarda 3 yoshdan boshlab bilim o'rganish, yeslik berish, o'qish va maktab hayotini boshlaydi. Bizga berilgan bütün ulug' kitoblardimi o'qu deydi. Undaq bo'lsa, bu videoda o'zimizni kuchlantirish jarayonini qanday amalga oshirishni ko'rib chiqaylik. Sizden işiniz qancha ishdan bo'lsin, bu muhim emas. Eng avval o'zimizdan kamchiliklarni tepib chiqaylik. Masalan, sizning madaniyat saviyangiz tuvan bo'lishi mumkin. Balkim ba'zi sabablar tufayli jiq o'qiy olmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bularning hech qaysi sizning saviyangizdan yuqori ko'tara olmasligining bahonasi bo'lolmaydi. Madaniyat saviyangiz va sapoyangiz qancha yuqori bo'lsa, boshqalarning nazarida shuncha hurmatga sazovor bo'lasiz. Masalan, biz birisi bilan yangi tanishgan vaqtimizda en avval bayqaydig'imiz bu insonning sapasi. Sapolikmi, sapasizmi? Sapoyimizni va madaniyat saviyamizni yuqori ko'tarishning nurg'un usullari bor. Bularning eng beshida bayon deb o'tgandek, birinchisi o'qish. O'qu. Qo'lingizdagi telefondan va yoki uyingizdagi kompyuterdan yaxshi foydalanishni biling. Hozirgi internet dunyosidan yaxshi foydalaning. Sizga kerakli bo'lgan bütün bilgilarning hammasi internet dunyosida mavjud. Masalan, siz hozir ko'rayotgan YouTube programmasidan yaxshi foydalaning. Siz erişmekçi bo'lgan bütün bilgilarning hammasi bu programda mavjud. Qanday kitob o'qish yoki qaysi jihatda izlanish bu muhim emas. Eng muhimi sizning qaysi sohada kamchiligingiz yo'q. Siz qaysi sohalarga qiziqsiz? Shu sohalarda izlaning. Balkim siz tarixga qiziqishingiz mumkin, texnologiyaga qiziqishingiz mumkin, program laylash, fotoğrafchilik degandek nurg'un sohalarda bu izlaganlaringizni topa olasiz. Siz atrofingizdagi va yo maktab hayotidagi do'stlaringizning chambarkiga kirsangiz, ular bilan suhbat qilgan vaqtingizda ularning orqasida qolamsiz. O'zingizni ularga torta olasiz. Ular bilan hal masala ustida ahamiyatli paranlasha olasiz. Sizdan suhbatingizni yaxshi ko'rib, taqozolik bilan ta'limramdi yoki sizdan zerikib suhbat qilg'iz kelmaydigan bir shaklga kelib qolamdi. Agar sizning qiziqarli temalarda tushunchangiz bo'lmasa va nadiki hamma odamning bildigan narsani chiqarib so'zlasangiz, u vaqtda siz tamsiz bir bo'lib qolasiz. Davrning orqasida qolmang. Atrofingizdagi o'zgarishlarni tunib yeting. Boshqalarga ta'sir ko'rsatadigan va esida qolgan birisi bo'ling. O'zingizga ishonchingizni yuqori ko'taring va men qila olaman deng. Siz chuqur muvaffaqiyat qozongan va ta'sir kuchi yuqori insonlarga diqqat qiling. Ularning programmalarini ko'ring va ularning nutqlarini anglang. Bunga munosabatli dunyoga danglik TEDx videolari bor. Ya'ni o'rtoqlashishga arziydigan fikrlar desak bo'ladi. Bu videoning ostidagi tushuntirishga TEDxning tor adresini qo'yib qo'yman. Necha minglagan insonning hayot tarzi, nutqi va zamonaviy fikrlari mavjud. Bu nutqlarni va bu videolarni siz o'zingiz tushuna oladigan tilda ko'ra olasiz. Turkcha bo'lsin, İngilizce bo'lsin, xanzcha bo'lsin, mushu tillarning hammasida har bir odamning nutqini ko'ra olasiz. Har kuni yarim soat vaqtingizni chiqarib, bir yoki ikki video ko'rishni o'zingizga nishon qiling. Men har kuni yarim soat vaqtimni chiqarib, ikki video ko'raman. Hozirgacha eng az 200 va 300 video ko'rgan bo'lishim mumkin. Bu videolarning ichida dunyoning har qaysi joylarına aylanib sayohat qilganlarning hikoyalari bor. Ularning ilhom beradigan nurg'un qiziqarli hikoyalari va siz anglab baxmagan dunyodagi nurg'un madaniyat bilimlari bor. Atgandan kechgacha har xil qalayimqon programmalarni va ahamiyati yo'q programmalarga vaqtingizni isrof qilmang. Kino ko'ring. Ama ehmiyeti var kinolarını ko'ring. Tuvan numar olgan va tuvan mablag' bilan ishlangan kinolarni ko'rib vaqtingizni isrof qilmang. Qalbingizni va zehningizni ochadigan kinolarni ko'ring.
aşıq, intiqam və aldatma degəndək yerli türklərinin 2 saatlıq kinolarına vaxtınızı israf qılmang. Yana bir məsələ, miyinizning musiqa hüceyrələrini birli şəkildə tərəqqi qilg'izmang. Siz his qiling və ya his qilmang, musiqa miyinizning 2 qepiga ta'sir qildi. Uslubingiz bo'lmagan musiqalarni anglab beqing. Klassik musiqa, chet el musiqalari va yerlik musiqalar. O'zingizning ozuqlanish sistemasiga diqqat qiling. Ozuqlanish sistemasi sizning taraqqiy qilishingizga, ya'ni miyinizning taraqqiyotiga to'salg'i bo'ladigan omillardan birisi. Ba'zi shakar moddasi yuqori yemeklarni yeyishni to'xtating yoki eng tuvan chekka tushirishga tirishing. Siz bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin uyda o'tirib bir qog'ozga qimmatli narsalaringizni yozib beqing. Hayot amroyingiz bilan yoki eng yaqin odamingiz bilan birga o'tirib yozib beqinglar. Sizning qo'lingizda nimalar bor? Sizning qancha ish kirganligingiz muhim emas. Muhim bo'lgani sizning kelgusi 10 yilda yoki kelgusi 5 yilda o'zingizni qanday bir yerda ko'rguningiz. Agar siz 25 yosh bo'lsangiz, 35 yosh kirganda qanday bir inson bo'lishni o'yladingiz, o'zingizni qanday turmushda ko'ryapsiz. Bu 10 yil ichida cho'qim bir planingiz bo'lishi kerak. Agar siz o'zingizning, oilangizning kelgusi uchun ertasi uchun tirishmasangiz, hech nimaga erisha olmaysiz. Normalda o'zingizni kuchlantirish hamisha muhitning ta'siriga uchraydi. Agar atrofingizda tirishmaydigan, jafodan qochadigan, ishlamaydigan, izlanmaydigan insonlar bo'lsa, sizni ular bilan o'xshash saviyada qilishingiz uchun sizni tövanga tortadi. Shunga sizni xo'ritadigan, olg'a bisishingizga to'salg'i bo'lgan insonlardan uzoq turing. Ular hamisha g'ayvat qildi va sizni qaymoqtirdi. Bu xil insonlar sizga boshqalarning mag'lubiyatlarini ko'p deydi. Andoq bo'pti, mandoq bo'pti. Pokunchi mandaqchiga siz boshqalarning mag'lubiyatlarini anglagan vaqtingizda o'zingizni rahat his qilasiz. Bu anglaganlarga sizni kichiklatadi va tuvanlatadi. Kallangizda salbiy xayollar paydo qildi. Palonchi cheg'ida qila olmabdi, men qilmasammi bo'g'dak, bo'ldiyman sinmay, u qilmagan taqdirda men qanday qilaman degandek salbiy xayollarga kelib qolasiz. Masalan, siz o'ruqlamoqchi va yo kuchli badan chiqarmoqchi bo'lsangiz, atrofingizdagi salbiy energiya, ya'ni negativ energiyalik insonlar palonchi chiniqishni boshlab bir mezgil vaqt o'tgandan keyin tashlavatdi. Yana shu biti turdi, badan chiniq turib bir natijaga erisha olmadi. Yanlam simiz va yanlam vijik turdi deb sizni qaymoqtirdi. Bu so'zlar sizning irodangizga ta'sir ko'rsatdi. Sizga nurg'un salbiy hissiyotlarni olib keldi. Oxirida sizni o'rinlashtirdi. Ammo biz ulgi qilgan kishilar mag'lubiyatchi yoki yerim yo'lda tashlab qo'ygan kishilar emas, balki muvaffaqiyat qozonganlar. Biz faqat mag'lub bo'lganlarning va mag'lubiyatchilarning nimishqa va qanday mag'lub bo'lganligini ko'rib, o'zimizga dars qilsak bo'ldi. Bu insonlar qanday xato yo'llardan mangdi, qanday xato qarorlar berdi degandek bu nuqtalarni ko'z tutib, bularning mag'lubiyatini o'zimizga bir dars qilsak bo'ldi. Men o'xshash xatoliklarni o'tkazib qo'ymay deb har vaqt esimizda bo'lish kerak. Yana bir masala bo'lsa, o'zingizga cho'qim ishonchingiz bo'lsin. Boshqa shaharlarga, boshqa davlatlarga berib sayohat qiling. Hayotingiz bo'yicha eng az bir davlatga berib sayohat qiling. Oxirida eng muhim nuqtalardan birisi til. Til bo'lsa, o'zimizni kuchlantirishning eng muhim yo'llaridan birisi. Qancha jiq tilingiz bo'lsa, shuncha jiq mazmundagi materiallarni izlay olasiz. Hech bo'lmaganda eng muhim bo'lgan ingliz tilini o'rganing. Hozir ko'pinchamiz hammamiz uyda o'tiramiz. Kunlaringiz ahamiyatli va qimmatli o'tyapti. Bir oy o'tirish jarayonida siz o'zingizga nima qatdingiz? Yana oldimizgi kunlarda, oylarda yana uyda o'tirib qolishingiz mumkin. Shunga bir yerdan boshlang. Har vaqt boshlash uchun kech emas. İnternet dünyasından, yani tor dünyasından yaxshi foydalaning. Mushu videoni ostidagi tushuntirishga do'stimiz Erkindan Pikalik ingliz tili o'rgatadigan kanalini qo'yib qo'yman. Kirib ko'rib beqing va bir yerdan boshlashga tayyorlik qiling. Esingizda bo'lsin, ota-onamiz mangu bizga baquvand emas. Ota-onangiz sizni cheklik bir darajagacha yetildirib chiqadi. Turmushni, hayotni, qanday yashashni hammasiga siz o'zingiz qaror berasiz. Shunga biz ota-onamizdan bizning kutgan yerdan texim yiroqlarga, texim igizlarga chiqa olishimiz kerak. Hozir ko'pinchamiz ota-onamizdan yenda turib, ularga xizmat qila olmaymiz. Shunga ularga birdan-bir bera oladiganimiz bizning yaxshi yashashimiz va ma'lum bir jihatda muvaffaqiyat qozonishimiz. O'zimizning yashayotgan turmush saviyamizning yuqori bo'lganligini ularga ko'rsatib, ularni suyundirish va ansratmaslik. Oxirida hammalarga rahmat. Meni qo'llab berishinglarni, mening ishlagan mushu mikrofilmlarimdan texnik insonlarga berish uchun ularga yetkazib qo'yishinglarni va paylaşib ham mahallab qo'yishinglarni umid qilaman. Yangi mazmundagi va nihoyat foydali bilimlar ichida bo'lgan yangi videolar yaqinqi zaman ichida keldi. Hammalarning seskanmay ko'rib berishinglarni va meni qo'llashinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.